Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun biz 10-sinf geografiyasidan Markaziy Osiyo mamlakatlari mavzusini o'tamiz. Markaziy Osiyo siyosiy geografik o'rniga ko'ra Yevroosiyo materigining ichkarisida joylashgan subregiondir. Subregion rivojlanayotgan 5 ta davlatlarni o'z ichiga oladi. Bular Qozog'iston Respublikasi, Qirg'iziston Respublikasi, Tojikiston Respublikasi, Turkmaniston Respublikasi va albatta O'zbekiston Respublikasi. Bu davlatlarning umumiy jihati shundan iboratki, dunyo okeaniga chiqish imkoniyatiga ega emas, ya'ni materikning ichida joylashgan kontinental mamlakatlar hisoblanadi. Qozog'iston va Turkmaniston respublikalari Kaspiy dengizi bo'ylariga tutashdir. Bu esa uning iqtisodiy, ijtimoiy rivojlanishiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni tabiiy resurslarning salohiyati yuqori ekanligi geografik o'rnining qulayligidan dalolatdir. Bundan farqli o'laroq, transport geografiyasi va sanoatda ancha murakkab bo'lgan Tian-Shan, Pomir, baland tog'lar hududida joylashgan Qirg'iziston va Tojikiston respublikalarining iqtisodiy geografik o'rni birmuncha noqulaydir. Xaritaga e'tibor beradigan bo'lsak, Qozog'iston, Turkmaniston davlatlari Kaspiy bo'yida joylashganligi, uning geografik o'rnining qulayligi, transport logistikasining yaxshi rivojlanganligidan dalolatdir. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlari tog'li hudud, Pomir, Tian-Shan tog'lari, baland tog'lari oralig'ida joylashganligi uchun uning relyef tuzilishi ancha murakkabdir va noqulaydir. Qozog'iston, Turkmaniston hududlari cho'llashgan mamlakatlar hisoblanadi. Qirg'iziston, Tojikiston esa tog'li hududlardan iborat. Markaziy Osiyo mamlakatlarining geografik o'rniga ta'rif berganda ijobiy deb aytamiz. Sababi tranzitligidir. Bu holat tarixda Buyuk Ipak yo'li va hozirgi markaziy davlatlar hududida o'tganligi namoyon bo'lgan. Hozirgi davrda ham subregion mamlakatlari iqtisodiy, geografik imkoniyatlari shu darajada yuqori baholanishiga asosiy sabab geosiyosiy kuchli markazlarning mavjudligidir. Ya'ni Rossiya Federatsiyasini shimoldan chegaradoshligi, sharqdan esa Xitoy davlati bilan chegaradoshligi va janubi g'arbdan Eron davlati bilan chegaradosh ekanligini ko'rishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda Yevropa ittifoqi, AQSh, Hindiston, Pokiston davlatlari qatorida ham joylashganligi eng muhim ahamiyatga ega. Markaziy Osiyoning umumiy maydoni 4 million kilometr kvadrat. 2017-yil 1-yanvar holatiga esa aholisi 70,5 million kishini tashkil etadi. Mazkur davlatlarning geografik o'rni, hududi va aholisining demografik salohiyati uning joylashuviga bog'liq hisoblanadi. Markaziy Osiyo davlatlari Yevroosiyo va Hind, Avstraliya litosfera plitalarining chegarasi bo'ylab o'tgan Alp-Himolay burmalanish mintaqasiga yaqin joylashgan. Shu bois mintaqaning janubi sharqi va markaziy qismlari seysmik jihatdan xavfli hisoblanadi. Bu hududlarda kuchli zilzilalar sodir bo'lishi ayniqsa Tojikiston va Qirg'izistonda ko'p uchraydi. Mintaqaning g'arbiy va shimoliy qismlari asosan platformalari tektonik tuzilishga ega. Tektonik tuzilish deganda bu hududda zilzilalar bo'lishi kam uchraydi. Yer yuzasining tuzilishiga ko'ra, subregion janubi sharqqa joylashgan Tojikiston, Qirg'iziston respublikalari tog'li hududdir. Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston esa asosan tekislik, keng tarqalgan mamlakatlar hisoblanadi. Lekin
Bu 3 ta davlat hududida ham baland tog' tizmalaridan iborat bo'lib, maydonlarining 10-20% egallaydi. Markaziy Osiyo mamlakatlari ulkan mineral resurslar salohiyatiga egadir. Neft zaxirasi bo'yicha Qozog'iston alohida ajralib turadi. Tabiiy gaz zaxiralariga boy bo'lgan mamlakatlar ham mavjuddir. Ularga Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekiston davlatlari misol bo'la oladi. Markaziy Osiyo davlatlarining iqlimining umumiy xususiyatlari mo'tadil va subtropik iqlim jihatlari bilan turkumlashib ketgan, ya'ni keskin kontinental va qurg'oqchildir. Mamlakatlarning eng katta qismini cho'l, chala-cho'l, dasht zonalari egallaydi. Markaziy Osiyo sharoitida qishloq xo'jaligini rivojlanishini hal qiluvchi, ta'sir ko'rsatuvchi omil bu albatta suv resurslari hisoblanadi. Suv resurslari mazkur mamlakatlarda notekis taqsimlangan. Barcha yirik daryolar, Amudaryo, Sirdaryo, Zarafshon, Irtish kabi daryolar transchegaraviy daryo hisoblanib, Tianshan, Jumhuriya Olatovi hamda Pomir tog'laridan, ya'ni Tojikiston, Qirg'iziston va Xitoy hududlaridan boshlanadi. Shuning uchun ham Tojikiston va Qirg'iziston mamlakatlari suv va suv energetikasiga ancha boydir. Lekin Qozog'iston, O'zbekiston, ayniqsa Turkmaniston davlatlarida suv taqchilligi kuzatiladi. Markaziy Osiyo davlatlarining demografik vaziyatiga, tug'ilish va aholining tabiiy o'sishi ancha yuqori ko'rsatkichlarga ega. Buni Tojikiston, Qirg'iziston misolida ko'rishimiz mumkin. O'zbekistonda tug'ilish o'rtacha, faqatgina Turkmaniston va Qozog'istonda bu ko'rsatkichlar ancha pastdir. Shuningdek, 5 ta respublikaning hammasida migratsiya saldosi juda pastligi kuzatiladi. Urbanizatsiya darajasi Qozog'iston Respublikasida 53%, O'zbekistonda 51%, Turkmanistonda 50%, Qirg'izistonda 36% va eng past ko'rsatkich Tojikistonda 26% ko'rsatadi. Yirik millioner shaharlar bormi degan savol tug'iladi. Albatta, Markaziy Osiyoda yirik millioner shaharlar mavjuddir. Ularga O'zbekiston Respublikasidagi Toshkent shahri, ya'ni hozirgi kunda aholisi 2,4 million kishini tashkil qiladi va Qozog'iston Respublikasining Almata shahri hisoblanadi. Uning aholisi 1,7 million kishidir. Markaziy Osiyo davlatlari Birlashgan Millatlar tomonidan qabul qilingan jahon mamlakatlarining tavsifi nuqtai nazaridan o'tish iqtisodiyoti davlatlar toifasiga mansub hisoblanadi. Markaziy Osiyo mamlakatlarining umumiy yalpi ichki mahsulot hajmi 2016-yil yakunlari bo'yicha Xalqaro valyuta fondi bo'yicha 800 milliard AQSh dollarini tashkil qiladi. Subregion davlatlari ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatning umumiy xususiyatlaridan biri uning yaqin o'tmishda yagona siyosiy, iqtisodiy makonda rivojlanganligi, asosan mineral xom ashyo va yer suv resurslariga tayanganligi, sanoatning rivojlanishi, uning yangi korxona tarmoq va hududiy markazlarni tashkil etishi, qishloq xo'jaligi ixtisoslashganligi, tashqi iqtisodiy aloqalarning umumiyligi bilan alohida ajralib turadi. Ayniqsa, bunga misol Xitoy, Rossiya, Koreya Respublikasi, Turkiya, Yevropa davlatlari bilan aloqasini ko'rishimiz mumkin. Yoqilg'i energetika majmuasi Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistonda yaxshi rivojlangan. Qishloq xo'jaligi Markaziy Osiyo mamlakatlarining barcha hududlarida yaxshi rivojlangan. Qozog'istonda qishloq xo'jaligining tovar tarmoqlari tarkibiga asosan dehqonchilik, chorvachilik kiradi. O'zbekistonda esa qishloq xo'jaligining tarmoqlari
paxtachilik, ipakchilik, uzumchilik, bog'dorchilik, sabzavotchilik va qorako'lchilik tovarlari ahamiyatga ega. Turkmanistonda iqtisodiyotining agrar sektori paxtachilik, donchilik, bolishchilik, qorako'lchilik va yilqichilikka ixtisoslashgan. Tojikistonda qishloq xo'jaligi paxtachilik, bog'dorchilik, ipakchilikka ixtisoslashgan. Qirg'izistonda esa sabzavotchilik, tamakichilik, ko'p tarmoqli chorvachilikka ixtisoslashganligini ko'rishimiz mumkin. Markaziy Osiyo mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi istiqbollari ko'p jihatdan ularning o'zaro iqtisodiy integratsiyasiga bog'liqdir. Bu integratsiyani nimada ko'rishimiz mumkin? Birinchisi, iqtisodiy geografik o'rnining umumiyligida, ikkinchisi, temir yo'l, avtomobil transportining yagonaligi, o'zaro bog'langanligi, uchinchisi, yirik daryo va sug'orish kanallarining transchegaraviylligidadir. Keyingisi, tog'li va tekislik mamlakatlari tabiiy resurslari, ayniqsa energiya manbalari bir-birini to'ldirib turuvchi xususiyatga ega ekanligidir. Orolning qurishi, cho'llashish, yerlarning sho'ralanishi, tog' muzliklarining intensiv erishi, havo va suv havzalarining zararli chiqindilar bilan ifloslanishi kabi umumiy dolzarb ekologik muammolari mavjudligidir. Zilzila, sel va suv toshqinlari, qor ko'chkilari va boshqa tabiiy ofatlarga qarshi kurash mamlakatlarning oldidagi turgan zaruriyati hisoblanadi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. Darsimizni mustahkamlashda quyidagi vazifalarni bajarishingizni tavsiya qilamiz. Birinchisi, daftaringizga Markaziy Osiyo davlatlarining asosiy sanoat va qishloq xo'jalik tarmoqlarini yozing. Ikkinchisi, Markaziy Osiyo davlatlarining geosiyosiy o'rniga tavsif yozing. Uchinchisi, internet va qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanib, Markaziy Osiyo davlatlarining siyosiy ma'muriy xaritasini ishlang. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr salomat bo'ling.